eFootball'da obunachining akkauntiga maslahatlar berish videoyimiz davomini olyapmiz. Bugun ikkita obunachimga maslahat beraman. Birinchisi Legends Group juda ham ko'p kommentariy yozibdi. Birinchi maslahatimiz bu bolaga hammasi to'g'ri. Men aytgandaqa ikkita APZ, 4-1, 2-3 taktikada bu o'yinchilardan kelib chiqib aytaman, eng yaxshilarini asosiy tarkibga qo'ygan. Bu obunachimga yana akkauntiga o'yinchilar tushganda yana kommentariy yozsa yana bir bor ko'rib beraman. Hozircha Lionel Messining o'rniga Victor'ni qo'yib o'ynatish ham yaxshi, chunki Messi tekin karta. Keyingi obunachimga o'tamiz. Keyingi obunachim iltimos aka akkauntimni ko'rib bering deb directgacha yozdi. Directda so'raganimda stil komandani o'zgartirib, reytingda divizionda pastroq raqib tushish uchun kamaytirgan ekan. Baribir ko'rib beraveramiz. Birinchi xato Militao markaziy himoyachi Real Madridning markaziy himoyachisini o'ng qanotga qo'ygan. Pravaya zashitaga, ya'ni o'ng qanot himoyachi. Uning o'rniga boshqa himoyachi topib qo'ying. Zaxiringizda ham himoyachi ko'rmadim. Sizda Pele bor ekan, Peleni ham hujumga qo'ying. Raykardning o'rniga ham boshqa bir himoyachi bo'lsa pastda uni oling. Bu yerda himoyachi yo'q zaxiringizda. Orkunning o'rniga ham OPZ o'yinchi toping. Orkun OPZda yaxshi o'ynayotgan bo'lsa o'ynatishingiz mumkin. Kroyff tursin, Joelinton pointga olgan o'yinchining o'rniga Iniestani qo'yib o'ynatsangiz yaxshiroq bo'lardi. Ikkinchi taymda Dembelening o'rniga Michael Olizeni qo'yasiz. Rooneyning o'rniga iloji bo'lsa Peleni qo'yib oling, Ronaldo joyida tursin. Agar yaxshi o'ynalmasa markazga olasiz. Hozircha shu maslahatlar. Gareth Bale'ni ham Dembele bilan almashtirib o'ynang. Atletico karta. Yana tavsiyalar beraman akkauntingizni yaxshilash uchun. Iniestani qo'ygandan keyin APZ qilib qo'ying. 4-1, 2-3 taktikada ko'p taktiklayman. Edwin van der Sarning o'rniga Buffonni qo'yib oling. Buffon yaxshiroq. Qolganlari yaxshi. Himoyachilarni tekis qilib qo'ying. Keyingi ko'rib berishim istoriya qo'yasizlar va kommentariyaga ko'proq niklaringni belgilab ketasizlar. Istoriya qo'yinglar, istoriya qo'yganlaringga qarayman, obuna bo'lganlaringga va videoga like bosganlaringga qarayman. Sizlar bilan Ultra Futbol bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling. eFootball Coins kerak bo'lsa, shu Instagramdagi silkalar bo'limiga o'tib, Coins kanalimizga bemalol o'tib yozishingiz mumkin. Shaxsan o'zim olib beraman, bemalol yozaveringlar.